hech qanday xavfsizlik talablariga javob bermaydigan, hattoki himoya to'siqlari yo'q ushbu ko'prik masalasi yuzasidan dasturimizga murojaat kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, bu ko'prik Kitob tumani Bog'baland mahallasi Shatri qishlog'ida joylashgan va aholi tilida ajal ko'prik deyilar ekan. Shatri qishlog'imiz 700 ko'chadan iborat. Mana bu sement ko'prigimiz bir necha yil oldin qurilgan. Mana bu yerimiz hozir ajal ko'prik bo'lib qoldi. Yoniga to'siqi yo'q, tayga sutumi yo'q. Bahor oylariga katta sellar bo'ladi. Yosh bolalar oqib ketsa kim javob beradi bu uchun? Bolalar o'ynash tushib ketishi mumkin. Bundan keyin mana bu bironta setka yo'q mana. Bironta bir to'siq, hamma joy mana shu ahvol. Mana bu yerdan katta daryo o'tadi, sel o'tadi. Qish oylari zimiston qarongi bo'ladi. Shu qishga bir damas qarongilikdan dayroga tushib ketdi, suvga. Juda ham xavfli. O'zimiz arang o'tamiz. Mashinalar o'tsa larzaga keladi. Mashina yo'lida addinla o'tadigan yo'lagimiz ham yo'q. Balalarimiz maktabga boradi, bog'chaga boradi. Bitta mashina o'tadi, qolgani to'xtab turadi. O'shanga ham ko'prik larzaga keladi. Tasar qilib o'tadi. Agar imkoniyatlaring bo'lsa, yoniga insonlar o'tish uchun, bolalar o'tish uchun bir yo'lakcha qo'shib bersanglar, sizlardan iltimos qilamiz. Yordam qilinglar. Xo'sh, ushbu muammo yuzasidan mutasaddilar qanday fikrda? Davlat standartiga mos etib qurilmagan. Hozirgi kunda avvalgi holatda bizlar bu ko'prik bo'yicha viloyatga, respublikaga taklifini berganmiz. Hozir kecha kunduzda moliyalashtirilmay turibdi. Moliyalashtirilgandan keyin bu ko'prik zamonaviy davlat standartlariga mos qilib qurib aholiga topshiradi. Biz xavfli ko'prik masalasiga yuqori turuvchi mutasaddi tashkilotlar ham tezroq e'tibor qaratadi deb umid qilib qolamiz va bu muammoni ham nazoratimizga olib, ijobiy yechim topilmaguncha bu hududga takror va takror qaytaveramiz.